Yana bir savol, erkak kishi nimadan boshqa hamma narsani xotiniga aytishi mumkin? Nimadan boshqa xotiniga hamma narsani aytish mumkin. Nimadan boshqa hamma narsani aytiladi? Jigarlaringizga qiyala qilayotganingizni aytmay qo'yavering. Otangizga, onangizga, ukangizga, bir qarindoshingizga, kimlargadir qilayotgan yaxshiligingizni ayolingizga indamay qo'yavering. Chunki masalan hali o'zingizni shuncha farzandingiz turib, u baribir boplabsiz deydigan ayol kamdan kam. Juda to'g'ri qilibsiz, ukangizga mana buni ham berib yuboring demaydi hech qachon. O'shani qilayotgan ehsonlaringizni ayolingizga aytmay qo'ya olganingiz ma'qulroq.